Mana akalar, ko'ringlar, oppog'idan qidirib yurganlarga darrov tashab qo'yinglar. Kraskalar radnoy ekan. Puli ham o'sha arzon. Shu holatiga ko'ringlar. Avtomat korobka, yuklari bor. Ana yo'q, tiniq ishlab turibdi ekan. Balonlarni ko'ringlar, balonlari ham yangi. Yangidek bo'lib turibdi. Tiniq holatda. Orqalari ham tiniq holatda bo'lib turibdi. O'zimiz zavodskiy chexollarda polilari bor. Aka buni 11 ming deyapsizlar, kam bor a? 11 ming kam bor. 11 mingni o'tib beradigan joylari bor ekan. Nomerni yana aytib o'rasiz. Hozir adminni qo'yaman-da. 93lik 299 94 Akalar mana ko'ringlar. Afshar arzondan chiqib qoldi. Katta bolalarga tashab qo'yinglar, katta bola bo'lib yuraman deganlarga. Ancha arzon puli. Ko'pdinglar. Elektronika. Probeylarni so'raymiz, ana avtomat korobka. Ishlari ham tiniq bo'lib turibdi. Ozgina rextoshka qilingan joyi bor ekan, ana shu yerda bo'ldi. Qolgan joyi radnoy ekan. 2019 sostanalari o'ta tiniq. Egalari bilan o'zimiz gaplashib, talashib, tortishib keyin qo'yapmiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar like'lang hozir bizga o'ta zarur. To'qqiz ming kami bor deyishyapti. Arzidimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar. Ammo radnoy. Aka nomerni qo'yib yuboramiz, nechi nomer? 90lik 842 7227. Akalarning tinig'idan kimga kerak bo'lsa shunaqa cho'ko rangdan deydi. Cho'ko rang deyilarmidi aka? Cho'ko rang. Tonirovka ruxsatlari ham bor ekan 9 oyga. Ko'ringlar, mana elektronika, mexanik ekan bu. Chexollari bor, zo'r holatda bo'lib turibdi. Probega 50 ming probeg bosib o'tgan ekan. Balonlarni ham to'rtta yangi taqib qo'yganman deyishyapti. Ko'ringlar, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Shunaqa cho'k ko'rayman keyin bo'lsa, mana qalampir balonlardan qo'yib qo'yilgan ekan. O'ta tiniq holatda bo'lib turibdi. Propandami aka bu yo benzindan? Benzinda harakatlanar ekan, ko'ringlar. Zo'r holatda. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, pulni 7200 deyapsiz aka. 7200 ga aloqaga chiqib o'rasizlar. Nomeringizni aytib o'rasiz. 99lik 307 3788. Bular mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan pul vaqti arzon. Haqiqatan ham arzon. Ko'ringlar. Fazliddin bejiga qasamxon qo'rasimi, yoniga bitta sherik qilib qo'yasizmi ekan? Fazliddin beylarga vashib jo'natib qo'yinglar. Maksimalni. Hozir probegini ko'ramiz. 508 ming probeg bosib o'tgan. Elektronika. Ko'ringlar, mana balonlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. 50-60% bor balonlari ham. Ko'ringlar, orqa faralari ham sarg'ayib ketmagan. Mashina tetik holatda bo'lib turibdi. Pulini srochniga 2600 deyishyapti. Bundan kamaytirib ham beraveraman deyishyapti. Ko'ringlar. Holati yaxshi ideal. Qozonlari ham mana ko'ringlar, yollib chiqib ketmagan. Bunaqa mashinalar kamdan kam chiqib qoladi-da bozorga. Ko'ringlar, mumkin so'miz. Ekanov motorlarda. Aka nomeringizni aytib o'rasiz. Aka nomeringiz nechi edi? 97lik 048 44 33. Bo'ldi. Akalar mana yana bo'sh arzondan chiqib qoldi, ko'ringlar. 99-yil ekan. Balonlari ham yangida. Ko'ringlar. Qo'qonda mashinasi. Ishlari ham 359 ming probeg bosib o'tgan. Chexollari bor. Ko'ringlar. Oppog'idan qidirib yurganlarga, operativni qilib yurganman deganlarga mana ko'ringlar. Mehr ko'zda tirqirali bo'lmasin. Negativ yozmanglar. Narxi ham ancha arzon. Ko'ringlar mana, ichki salonlarni tiniq holatda bo'lib turibdi. Qozonlari ham yaxshi. Tayyorlik nima bo'lib ketmagan, titilib ketmagan. Ko'ringlar, yaxshi holatda. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yengi ham chiqaverar ekan mana ko'ringlar. Tayyor mashina. Hozir pulni 2700 deb turadingiz-a? 2300 ga aloqaga chiqaveradi. 2300 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bo'pti arzon puli. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 99lik 287 5808.
akalar mana 97-yilda ishlab chiqarilgan puli voобще arzon. Ishonaveringlar, voобще arzon. Taxmininglardan ham voобще arzon. Ishonaveringlar. Shuni ko'ringlar. Holati yaxshi, mana balonlari ham yangida. Ko'ringlar. Bir ikkita joyda shpakilovka ko'chgan joylari bor. Orqalari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Panalari ham sarg'ayib ketmagan. Yaxshi holatda. Pravega 669 ming praveg bosib o'tgan. Mana mayda pullari o'ziniki. Srojnega akalar 1500 ga bosib yuborishlari mumkin. Ko'ringlar. Вообще arzon. Dokumentda muammo bo'lmaydi, genga ham chiqaveradi aka. Ha, genga ham chiqavergan. Voy dokumentda muammo bo'laveradi. Bu muammo bo'lmaydi. Aka nomeringizni aytib yuboring. 20 20 010 010 16 16 8.